Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun grammatika testidan kuchli uchlikka kirgan o'quvchilarga o'zimizning maxsus sovg'alar topshiramiz. Ular ichiga o'sha pul mukofotlari, kitob, zamonaviy quloqchinlar hamda sertifikatlar kiradi. Qani unda kuchli uchtalikni e'lon qilishni boshlaymiz. 3-o'rin bolalar Sevinch. Qarsaklar sadosi olsin. Great job, barakallah, ajoyib. Va 2-o'rin Jasmina. Qarsaklar bilan bolalar. Barakallah, yanada qattiqroq harakat qiling. Ajoyib. Va 1-o'rin bolalar hammadan ko'p ishlar, o'sha mehnat qilgan. 1-o'rin Zufar. Qarsaklar bilan bolalar. Barakallah Zufar. Yanada qattiqroq mehnat qiling.